Hürmetli karxançılar, onda olsa kızgın çavaklarımız bilen dövendeki mahirimizni sahnemizge teklif qilamiz. Merhamet. Salam töt ustaz, salam karxançılar. To'qqiz radiyardan kelgan Abdushukur Abduxalildan hammalarga o'tliq salom. Küldür sahnasiga o'zimninki qiziq bo'lgan, o'zimga qiziq tuyulgan, yaxshi yumorlarim kelgan, huzuringlarga bir sun paqqan bo'lsam. Hamda bu chaqchaqchilik degan bizningki hamda qandim bor. Ham dadammi shunda qiziq adamdi. Bu aqllarim ashta qiziq, shularning ta'sirimi menmi shu ashta bir qiziqchi bo'lib qoldim hamda. Bir kun biz choy ichib o'tirsak, uy telefon jirinishib qoldi vaqt, uy telefonlar vaqtda shu mening oldimdagi akam og'anda kunasiki dadamning inis uribdi. Şu akam voy kim o deganda men vali kichikdan bo'ldim, kunasiki deganda voy nima ish bo'ldi deganda mana qushqash tapqini olamdi. Qushqashning go'shi shunda darib qoldi. Tapqini oldi, nechilik desa 50 ginel dedi bu. Pa havadagi narsani oshganda tomoq buritgandek buritdinga deb 50 ni tutib avatib edik. 15 kunlik yen choy ichib o'tirsak, yana jiringilib qoldi, yana o'sha akam asol telefonni. Ve deganda men vali kichikdan deganda nima ish bo'ldi desa, yili qushqashni yana bir 50 kun tutib avatib esang deganda akamdan 80 chiqib ketgan, aşağı qartib puchatida o'zing tutib ol deydi. Bana tağda aşkan açılgan bir ağıyla battı. Hem de o tağ degende yazının günü bana da kışının kızı 10. ayın ikili soğuşup gitti. Bir gün 10. ay tağ aydap dursa 15 manat işip yaptı kaskanda. Saat 4 kişi karap dursa bizimi xeyri de ötmegen. Bunu kanda kılamaya bay kaskamdalı talağa koyup kaçtı kitipti. Yeni bir şans 6. ayda hem de kündüzsürü şu vaklarda bir takı çıkın oldu. 6. ayda kil başkallarını tazlap, kaskallarını otkalap, yeni mantığı kimin cüplep dursa iki xeyri de kaptı. Mantığı var mı depti ki başta yok depilip kiyin elik 15 manat esir kepki bağlı depti. Neçini depti ki 15'ini depti ki İsa tutuğur kel teplam. Bultuğuk 15 manatını ekip tokudu kapırıp amma közü şuladı kende mantıdan çatak çıkıp bir gep kalamam dep. O karap dursa elik ikisi mi çökisi almış ketkedeki yep. Bunu tölep çıkıtıptı. Etsi yeni mantığını koyup kaskandın ip tuşuğu yeni aşıksı kepteydi. Mantığa marip ki bağ deplam yeni mantığını 15 mantığını ekirip ese birini yaplam 14'ünü kötürüp çıkıp deydi. Nim bol desi tünüğün kirek sürlüğünü vamadım. Hem de ben bana Tuzağın kamdan aldığı çoğuğan bizim ustaz. Tuzağın kamdan bana bizler yakşı, hakiki çolpanlık ve çakçakçı. Biz hem de Tuzağın kamdan sorun körep hem de aildi dadam akamladın meşk kılıp aştak kılıp maşinçik alet giyettik. Tuzağın kamdan ki kızık işlerden be huzurunlar biz onu bakay. Bu Tuzağın kamdan üy yolunun boyda hem dadam zehirkip kaldı bir gün tavuz çürüptü bir maşin tavuzun yolunun boyga. Şun çüşte basam dadız çaya kirkitip Tuzağın kam karap oturap tavuzga. Bençen çıkarıp ki bençen da Tuzağın kam işkimiz paramı şey yaptırsak bir adaş maşinna heydiken petlamay düyleydik tavuzgılı kirketti. Aydap kiplam. Şunda kirketip o karap durur şunda Tuzağın kam asta taytanlap kılıkmaf kemava sen şunçu valla yol tuz tavuzgı kirketemse maşinanda hapımı digemde işpitemde töyleme ne? Neçi töyleme? Mınsım töyleysin madınga. Ya 200 so'm beraydi. Yo'q, 1000 so'm to'laysa. Deganda men chiqishtirib qo'yib, Tuzağınka senmi 1000 so'm dema. Mamo 200 so'm demisan, 450 koy to'lab bersin sen bo'ldi deb 450 koy kelishdik bilan. Kelish beliq ada yan chiqdim 500 koyni chiqarib, bo'ldi mashinadan qutulib ketaman 500 koyni tutib 50 koy qaytarsa, yinimda pul yo'q, azroq menga yutamsiz deydi. Ma Tuzağın kamның bir inisi var. Bu Tuzağın kam uyaga o'rlashtirib vaqti 4 kun ishlaydi. Bu yaga o'rlashtirib vaqti 4 kun ishlaydi, chiqdi bu. Bu Tuzağın kam oxirida amal qilamay buni Yangludanga o'rlashtirib qaptalik. Yaluji deydiganga yo'l tuzlaydigan. Uyada 4 kun ishlab chiqibdi bu. Çünkü Tuzağın kam ya qiliqma fikama seni o'ngay yo'l menib tiqtama va Yangludanga nimaga chiqatding Yaluji deymasi ostimanga dike. Sen Tuzağın kamdan qattiq aşı kepke o bir iştikmans to'y o'tkemding deydi. Mening o'zimdan bir tanlov vaziri var meldi kichik. Haqlardan sutni olamiz, ular to'nglab akab biz parchalab satamiz. Bir gün bir akamiz bir tungda bir sutni akabda tishidin qarsam normal emas bu yaman ko'k, yaman suyuq. Bizlar bu gradusimiz var, sortlab olamiz bu sutni, suyuq sut olmaymiz.
Şunda aldımda iki adamın sütünü sortlap, o adamın tongu şunda alı seviyordum, ciz, çiğ karablık eti yoxluqdun. Ya aka, ma sütüm kötürep bekaldım, ben hakkında sattım ya, bu ne? Koyuğurak süt ekesen, umamdasam, ufkam kapıma ileti, akşam kalı yağmurdu kaptı etik. Yani digine bakım. Ya insan yeni kildi bir şey. Yani değil. Ya giletten ma sekin digenin suru var genç adam. Abi Sel- mantıdaki. Şmantidek suru. Digen ne? Sürlengen sakne. Sürlengeni. Ondan sonra ustazlarning fikrini bir anglap bakamdık. Boldu. Abdüşkür he? Ha, aptışkör. Hem yumruğun bek kızık yumruğun. Rahmet akara. Bek kızık yumruğun. Rahmet. Gözümüzde yaş çıkıda kildik. Rahmet ukan bizden programında bu sahnege 9 taradın 7-8 kilometre jiraklıktan yetip kepse sen. Doğru, rahmet aka. Bizden şu sahnemizde kadir kıgınınga çoğun kögününge köpten köp rahmet. Ben bek hoş oldum. Rahmet. Senin yeni bir kıtımız sahnemizge yeni kelişini ümit kılma ama ayrım değme sana yana. Boldu. Da kendisi ama. Ma isim kip kaldı yani işkini dep bire. O'qituvchilarning xizmati haqiqatan japalık yap. Tallavazırmış o mektepning aldıda bek japalık. Bulapma yesli ma'lumlarninki bek japalık kende. Bir kun bir yeslininki ma'lumi o'qituvchilarni qaytaray deb tursa 5 yoshlik bir bola o'tkini kiyemme tazı qilinib, ma'lum debdi, nim bo'ldi? O'tkimni kiyemme debdi, ma'lum berib o'tkini kiygizib, mangay deb tursa yana ma'lum debdi. Nim bo'ldi balam nimada ishing tugamaydi desa, ta'tirib qapti. Ke yana qaytadan sog'izib, o'nglab kiyib, endi tutdima. Azroq magankin ma'lum debdi yana. Voy nimanda ishing tugamaydi balam, sening qaytaga vaqt bo'ldi desa, bu o'tk mening emasga. Deb yana qaytadan sog'izib, endi tukkanda sadigan kitay qaytaga vaqt bo'ldi. Deb mangay deb siz yana ma'lum debdi. Ya nimanda ishing tugamaydi paliyim dedik. Shu paliyin qines o'takning ishig tiqib qo'ygan debdi. Yeni kelişini kızgın karşı aldık. Rahmet aka. Ya ben muhabbet amrak ma balanın yumurları yani bu bulmaydı küldür için. Ben naite karşı alma şahsi. Rahmet aka. Ya sorularım kesan Boldu. karşı alma. Şaraitlar bopqas kelimiz qo'y aka. Ama tükeş var mı tükeş? Ba. Salami itip koyasa. Boldu. Qarşılığımız Rahmet aka. Doq haqiqatan bir yangicha yumor ekan a. Sizning davomli programma kelishingizga qizg'in qarshilik. Rahmet. Yumurlar ras adamni ichidan qoyillik bilan kuldirdigan yumurlarga qarshi olamiz. Rahmet. Rahmat. Karxanchilarningizga qanday bo'ldi sizlarga nisbatan? Mana. To'liq bo'ldi degan gapni. Muborak bo'lsin. Rahmat. Muborak bo'lsin. Manglago. Undan to'liq bo'lgandan keyin to'liqlaytamdi To'liqlab. Hem edimeçilik aldık ayırı geldi. Norman'ın. Sandık açıda ayırı geldi. Olcuda sandık açımız deyimiz ko. Baş birine mi koyga vakti rahmetini Gülcamil'den deppes olan. Taklayla. Seninki de taklayla. Ben bunu lazım emesti diyen gibi. Siz buldum deb rahmat. Bu bizim oğlumuz mu? Cemal Aşil defa sandık açıdığı Cemal kıpır. Ma Emin'in kıkını hikaye deydi. Rahmet defirdiğen. Yani şu Emin'in gibi mi valla? Ya benim ağzım bu Emin'in gibi olup kaldı. Küldür, elini küldürer. Biz sizge Lezzet Şirketi'den Aytokaç Bakali Şirin 4 anamның neni yürüyüşlükiden çakçaklarınızı kollaşıyorsunuz için 2 yürüyüş olsun. Rahmet. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sizning bu yumorlaringizni anglab bek kulib ketdim men. Rahmet. Men Urumchi Aralbog yemak-ichmak cheklik shirkati ishlab bozorga solgan Ne'mat markasidagi qahva, ko'kos qatorliq ichimliklardan 100 sovg'a qilsam, qabul qilgan bo'lsangiz. Rahmet. Muborak bo'lsin. Rahmat. Kindlening sandig'ini joyla. Siz bir içitin aka sandık. O çıksandık mı? O çıksandık. Allah'ın tıkımda aslan kaldı. Ha berip qarsam xiyal ko'rinib qoldi adam kim? Naqli mishada akaga naq maydon qolmasmi? O çıksandık. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Naiti isil yumurni ep kepsiz. Shunda Rahmat. kulduq, huzurlanib kulduq. Bizga hammamizga ham
көрерменлерге хушаллык ата кылдыңыз. Рахмат. Рахмат. Sizge chin dil şirketimiz ishlab chiqargan oqsil talqonlardan, ig'il chayqash, g'arg'ar suyuqliklaridan so'g'at qilay. Tening salomat bo'lsin. Rahmat. 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 Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Biz Karvan Məbləğçilik şirketi Moğligirin Abdullah namıdın. Bir qitimliq mashina asrash mulozimalarini ta'minlasak, qabul qilsangiz. Rahmat. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaman küldürdünüz. Rahmat sizge. Rahmetimizni bildirish uchun Sanam şirketining 2021 yılı yeniden bazağa selingan siyadan, yanaq, andın etirgül, şu hasal müşinlerinde xamaşa qilib ishlangan chash supun, badan supun, chash asrash mahlimi bir yurish mahsulotlarimiz erlar bo'yoqlaridan so'g'at qilay qabul qilgan bo'lsin. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Sizga mehmon shirkati nomidan haqiqiy Uyg'ur tibobat reseptida ishlangan o't yurak erkaklar chayi bilan Qanmidim markasidagi quvvat sharbatidan bir yurishdan ko'ngil sog'imiz bor. Rahmat. Abdushukur qanday yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men sizga Boshbahor shirkatiniki Boshbahor bovamning tugmatdan 5 yurish sovg'a qilay. Rahmat. Normal hal oldu, normal. Sandık. Qanda akta 5 yurish. Voy Akitimiz bu aktalayım cim oturanlar akitimiz. Cim oturanlar. Ağırlık egen ben de. Bir şeyde böyle nayık olsun akitimi. Cim oturanlar. Nayık. 5 kaldık yani 5 yurish ketizganmiz uydik tonu nakilmiş. Hoş geldiniz Abdüşşükür. Rahmat. Şundaq bir qiziqarliq, yaxshi yumorlarni akapsiz, shunda kuldadingiz hammamiz. Rahmat. Bizning Inaq oila markasidagi yurishlik mahsulotlarimiz bor. Shulardan sizga Inaq oila markasi gulqanatdan, Inaq oila markasidagi so'qmoqlardan, qanatlardan 2 yurish so'g'at qilsam. Rahmat. Men sizni bizni so'g'atchilik shirkati nomidan sizga ko'mish zanjir so'g'at qilsam. Rahmat. Buldu kama? Ya bulundu. Ya kümes zincirci erlerinin tohum. Tohum da bir çıraylık. Bulduk ki. Ben de bağlı varsam da. Sen hiç köpkas ödükünlükün katkısı yutamaz. Yaxshimisiz Abdüşşükür? Yaxshimisiz. Ben küldük. Yılgıç kilovatımız. Yeni sandıqның davamını assak çokum öydeki lage lazımlıq olan gırım kamp qaldı. Şunaqa deymi? Kızımızın yüzü texim çıraylık bolsun, pakiz bolsun, yoruq bolsun, bizning güzel gırım buyumlarımızın işi texim güzel olub kelsin. Rahmat. Bizning sandıqni açamdık hamda. Senin to'rning sandığı nerede açamiz onu? Uçuq sandık olma. Bu sandıqdan nim chiqamda? Sen asta bir yıllık Wi-Fi'nin pulunu töletemsin. Osta var kazan. Aldırmayrak bir. Bizning sizga bir yurish, ayolingizga bir yurish, inson fermentligimiz bor ekan. Rahmat. Sizga bir yurish, ayolingizga bir yurish deganda uyim 2 yil debdi men. Birden ahırın demegamsan ping-pong'un so'raydi. Eli ciddileş var. Yaxshimi Abdushukur aka? Yaxshimisiz. Bilan aytgan choy ichadiganға biz Nazifaning chinqachilardan 2 yurish so'g'at qilsak. Miyada berdigini bilgan bo'lsam 9-oyda uydikilik og'izmaydi ekanmi juma? Yaman katta oldu, değil mi ama? Rahmat. Ama yaman süpti yaxshi ekan, men 2 qitim ayolimga aytib baqdim, hech nima bo'lmay juma. Yani yurish qo'shaylik. Ayağın yaxshi. Ayolimga 2 qitim aytib baqdim, cho'chor cho'gilib ketib, chini saqqal der. Çekilip gitti. Abdüşşükür yaxshimi? Yaxshimi? Ko'zakniki shu ko'zak qutisini birini so'q qilsam. Rahmat. Yaxshimisiz? Mayt qiziqarli yumorlarni olib kelibsiz, bizni bek kuldirdingiz. Endi kuldirganlarni bizni kuldirmiz. Bizning yer shari shirkatimiz, ya'ni Gomi elektr uskunalar yer shari do'konimizdan sizga nayaqsınızmı bulduğun kebap sasınızın bulduğun bir tokluk 880 yan kıymetindeki bir tokluk
tavuk kazan soğuk kolay. Rahmet. Başbaharının oğullarından ayakına da tındık edip cepat etmeyin. Rahmeydan yıkıp kestiniz bulur. Rahmet. Anam yaşınıp kağa aşinal kılan bağıtat diyemem mi? Rahmet. Ahır deyilgen sözüm, emminglarning tini salamet bolsun cuma. Rahmet ustazlar, kardeşler, rahmet. Ekran aldığındaki qadirli ko'rmanlar, Lazzat Küldür programmamizdagi qaysi nomerni eng yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, Küldür saloni orqali o'zingiz yaxshi ko'rgan nomerga bilet tashlasangiz bo'ladi. Eng olqishli nomerlarni Amin zibzinatchidagi 100 ming yuan qimmatidagi oltin zibiznat bilan mukofotlaydi. Mukofot buyumlarimiz intayin esil. Küldür programmamızda körürmenlerimizde en küldürgen mahirlerimizni Şinjan Amin Zibiznat çeklik şirketi 100 ming yuan qimmatidagi Amin oltin zibiznat buyumları bilan mukofotlaydi. Ondaqda biz tövenki mahirimizde sahnimizge teklif qilib, mahirimizden bizge ekelgen numurdan huzurunaylı. Qani tövenki mahirimiz sahnimizge merhamet. Kanallardan bir konuşup çıkandı. Konuşup çıkandı. Hürmetli ustazlar, Naqmaydan karxanchilar, hammanglarga G'uljidan kelgan Qaysarni o'tliq salom. Hürmetli ustazlar ve karxanchilar, ekran oldidagi ko'rmanlar, G'uljidan kelgan Izzat Alimjonning sizlarga o'tliq salom. Gaç tiyatr degan bizning teatrchiligimizga eng zil. To'g'ri. Temaning birisi. Buningda holat bilan ifodalash, so'z qilmay holatni ifodalash endi. Buningga yuqori mahorat ketadi. Sizlar rost deganda xeyli nim qilibsizlar buningga. O'zinglarning ijodiyatimi yo? O'zimizning ijodiyat emas, biz shu to'rab o'zgartish qilib ochgan. Gaç teatr endi teatrchilik san'ati ishidagi eng inchikka belki zilliq talab qiladigan bir janr endi. To'g'ri. Sizlar shu gaç teatrni olib chiqibsizlar. To'liq ko'rdik boshdan oxir, belki diqqat bilan ko'rdim men. Yaxshi ifodalashlar bo'ldi. Kamkutliqlarmi bo'ldi endi. Yana bir qatimliq sanlarga, yana gaç teatr olib kelishinglarni umid qilamiz. Shuninglar birlikda bo'lsa adabli kerak bo'lsa texnik. Bo'ldi biz. Rahmat. Xeyli obdan kuchab bular vudapiyanken bu. Gaç teatr demaydigan bo'ldik biz buni ham. So'zsiz teatr deyli. So'zsiz teatr. Gaç teatr desek bor-ku, yomon bir ta'tir tuyg'u berib qo'ydik ya. Biz o'zimizning tilida so'zsiz teatr desek muvaffaqiyat bo'ldi. Mana bugun mana ikkisi ras gaç teatr o'yindi. Bu so'zsiz teatr emas ekan. Gaçning teatr ekan. Uchun desam, aytdilar. Bular xotonni bekitib chiqibdi. Men gap qiladigan o'xshaydi. So'zsiz teatrning talibi mushu ikki artist sahnada so'zga faqat o'rin qo'ymaydi-ku.
To'g'ri. Odatdagi turmush hodislari sening qarshi tarafdan oldiga inkosingga qarshi tarafni shu inkosni berishga majburlaydi. Sen gap qilmay shu inkosni bersan. Sen uni gap qilmay qabul qilib, yana sen bu gap qilmay inkos beralishing kerak. Aslında nihoyatda yaxshi jo'g'irilish kerak. Odatda turmushda ko'pincha mushtab ahvollar yuz berdi qaranglar. Men Guljamalga o'g'irlikchi qaraganimni Guljamal o'g'irlikchi uqib oldi qara. Men qaramay turib, men o'g'irlikchi qarayotdi deb his qildi. To'g'ri. Mana musha almış jarayoni shu. So'zsiz teatrning alayligi. Bundan burun cho'ng darshilar o'ynagan nurg'un so'zsiz teatrni ko'rganmiz. Gap qilmasimi? Biz uni ashunda qildi hozirda o'qib qolamiz. Shu ashlarning shu bir-biriga inkosdan. Sho'ng bu so'zsiz teatrning alayligi. Endi bugun shundaqmiki desam, sizlar mikrofon bekitib chiqibdinglar, gap qilishadigan teatrga bu dedim men. Lekin sizlar gap qilishmadinglar yana. Sizlar haqiqiy ko'ch teatr o'qidinglar. Bu boshqa bir cho'ng ekanman. Ishqirda o'lkalarda o'ynaganni ko'mibdi ekanman. Ular mikrofon bekitdimi? Endi ovozda azroq. Ovoz bor. Ba'da biz sal o'diqib qoldikmi, jiddiy ba'zi bir ovozlarni yaxshi ifodalamay qoldik. Shuning bilan sal qisqartirilib qoldi-da orliq. Shunga endi sal nima qilib qoldik. Aslan ma'voyliqi ovozinglarni mushu teatrning hissiyotni ifodalashga yordam qo'shilgan shouga o'yinda ishlatibsizlar. Yardım bo'lish uchun qilgan ba'zi bir ovozlar ifodalab anglanmay qolmasin deb qo'llash kerak bu yigitlarni yangilik ekan bu-chu bizga nisbatan. Biz Maganlı bilan birga epizod o'ynagan vaqtida ashundaqiliqi sen mayada qushdigan ovozni mayada ishdiganning ovozini deb jugicha qiziqarlik bo'lsin deb texnik kulki qo'zg'ash uchun o'zimizning etotining sirtdan berilgan ovozlarini o'zimiz beriyoruz. O yaman qiziydi-da. Shunda ishkanda mı ovozda? Unda o'z qo'llaydi buni. Lekin fikrlarim. Bu da texnik yaxshi inch kerak o'ynanglar. Bo'ldi. Sal jiddiylashib qoldik. Undan keyin bizning asl o'ylashganimiz bunda qo'sh teatr emasdi, etotdi. Etot shundan bilan keyin program jiddiy o'qitirish qilib sal vaqt qisqarib qolgandan keyin ham jiddiylam ssenariy bitmayonki bir odamimiz kam bo'lib qoliblam. İkimiz ham qo'sh teatrni o'zgartirib o'ynab chiqqan ahvol bor. Ikimiz. Ashta bo'lib qoldik. Bu teatrning alayligi shu, hamda masxir qildi bir narsani qamchilaydi. Kulkiga, masxirga aralashtirib ammaviy tartibni buzmanglar, ko'rdinglarni adablik bo'linglar degan ishni uqtiryotdi. Fikr yaxshi, ideya bor. To'g'ri. Ma'qul. Kelar qatim saqlaymiz. Rahmat. Kelar qatim saqlaymiz. Fikrlarim yaxshi. Sizlar boya bek umaq o'zingizga o'xshash tunishtirdinglar o'zingizni. Men G'o'ljidan kelgan Qaysar, G'o'ljidan kelgan Elzotda biz kichik vaqtimizda Atlantik okeandan kelgan odam deydigan bir bizga o'xshash sizlar o'quvchimi yoki mush kasbni qilamsizlar? Sal tafsiliy aytsangiz. Biz bu kasb bilan uchrashib boqmagan. Hatto bu kasbda tajribamiz yo'q. Lekin endi meningda ham kichigimdan tortib mushab aktyorlik bo'lgan o'tdak bir ishtiyoq, o'tdak bir qiziqish bor. Shuni to'xtatmash, yazsam, qo'psam, xizmat qilsam, shu bir ishtiyoqimni bir amal bormi, sakin bilan bir qissa sakniga bir ochiq baqsam, mushab bir qilib baqsam men bu deb o'ylaydigan arzu bor. Shu arzu mush kuldir sangizga akilishga sababchi bo'lgan. Fikrm shu. Nima ishkin? Akfika ishkin. Mening inem bir qo'saq. Men buni aksi. Men 24 yosh, men hozir xizmat qilyapman. Hukumat xizmatidan shug'ullanaman. Fikam Dashida Shikirda o'qiydi. Yaxshi. Shu urib etkanda mi? Cho'ng'cha ko'rgan. Aksuganiga uribdi abay. Yaxshi. Men shu deganim agar navoda hozir ustozlarning qo'ygan talabi sizlarning asringlarning texmi yana bir balda ko'tarilishiga cho'qim foydasi bor. Asli ajatini bulanlar. Amaliyat mush asarning o'zida yuqori ustozlarim dedi, qiyinlik darajasi bir qadar yuqori ekan. O'zinglarsiz mushunda yosh turib asrab ketgan ekan, men ko'gchilar qarab bilalaydi-ku. Buning da intayin ziddiyat to'qinish kuchli holatda anda o'rinlayotgan ekan. Nimki har holda yaxshi o'yindinglar. Adresi şu inimizdeki tiyotang deymiz ağzıga bir sakraydigan kompütni sağan işe o'qatqanga kirishtirdigan ashjiyalar olsun, ishkanlarning maslashinglar olsun, shundaq yaxshi bo'pti. Yuqoridagi ustozlar degan talablar bo'yicha texim yuqori talab qo'yib, kuldir sahnasi kap turinglar. Men yoqtirdim asringlarni, xuddi Boy Abdullah ustoz degandek bu so'zsiz teatr tas. Yo'q, talab inta yuqori qo'yildi.
Bunun için her bir inkaslar joy-joyga tushib, intayin tafsili bo'lmasa, tildan ayrilib qolgan ekan, o halqi tomoshabin ko'gichiga bo'layotgan mazmunni aniq ifodalaydigan faqat sizlarning inkosinglar bo'ldi. To'g'ri. Shunda bo'lgan vaqtida bu yana bir baldoq ko'tarildi. Menga yordam etsangiz qo'llayman. Küldir sanasi kelib turishinglarni qarshi olaman. Rahmat. Bunda qolmuş karxanchilarning numeriga bir qarab baqamdoq. Karxanchilarning numeriga bir qarab baqayla. Bu yoqda bizga 6 karxanchi, bu yoqda bizga 5 karxanchi. Demak sizlarga xilijiq 11 karxanchi sizlarga numur badi yoqdilarni badi. Küldür küldür elni küldürep. Yaxşımısınızlar? Yaxşı aka. Biz Lezzet şirketinden çıkanlara Lezzet markasındaki Lezzet Şirin 4 Lezzet anamның nene Lezzet Aytoqaç. Muşu 3 xil məsələtin hər birindən bir yürüşdən 2 yürüş soqulmaqçı. Rahmet. Rahmat. Qanday yaxshimisilar? Yaxshi, yaxshi. Aka. Ürümçi Aralbaq yemek içmek çekli şirket işlep çıkargan Nimet markasındaki kahve, kokus qatarlıq məhsullardan bir yürüşdən soğa qılay. Tetib kögənsizlər. Rahmat. Rahmat aka. Yaxşımısınızlar fikirlərim? Yaxshi, Yaxshi yaxshi. aka. Yaxshi. Mən sizlərni qollaş yüzüdən Çindil şirketimiz işləb çıxarğan Aqsil talqanları, qarqar iğiz çayqaş suyuqluqlarından soğat qılay işkilinlərə bir yürüşdün. Rahmat aka. Yaxshimisilar? Yaxshi. Men bu sizlarni qo'llash yuzidan mashinanga Maligirin Abdullah bilan bir qitimliq asrash mulozimati sovg'a qilsam. Buni G'o'lji Yangiayat Kichik Achaldagi Safardoshlar avtomobil klubi, ya'ni Maligirin maxsus setish do'konidan ilib olsanglar bo'ldi. Rahmat. Rahmat aka. Rahmat. Yaxshi muhtarım. Men sizlarni rag'batlantirish uchun Sanam shirkatidan ishlangan Chasupun badan suput yangidan ishlangan. Shuningdan bir yurishdan chiqinglar sovg'at qilay. Rahmat. Rahmat aka. Yaxshimisilar? Yaxshi aka. Şinjan Mehman Torso çekiliş şirketimiz Xotanda üzüm suyu tibabatning doğrusunu aralashtirib ishlagan Qanmidim markasidagi quvvat ichimligidan bir yurishdan sovuq qilamiz. Rahmat. Rahmat aka. Xush keldinglar inalarim. Yaxshi. Bizning sizlarga Inoq oila markasidagi yurishlik mahsulotlarimiz bor. Shuningdan sizlarga bir yurishdan so'g'at qilamiz. Rahmat aka. Maşkinlarınki man numara ama bizge hazır turmuşumuzun ait yakın. Ama kinonu medeni körüş meyli qaysi jihatın olsun medenilikni tashabbus qilgan berimiz mumkin. Ishkinlarga ma Amin Zibizna shirkatininki Xotan Qashtash saytidan bir talni so'qilay. Rahmat. Rahmat aka. Rahmat. 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 Sizlarga biz ekrana girinchiligidan terasrash rangli kirim buyumlarimizdan so'qima